Doktor uylanganimga 1 yil bo'ldi. Hozir yangilik bo'lmayapti. Siz oldingizga kelgandim. Tushunarli. Demak, siz ayolingiz bilan muntazam 1 yil davomida jinsiy aloqada bo'lgansiz. Hech qanaqangi bir kontraseptiv, ya'ni homiladorlikni saqlovchi preparatlarsiz, vositalarsiz bunday yangilik bo'lmayapti. Tushunarli. Tekshiruvlardan o'tdingizmi? Tekshiruvlardan o'tdik. Spermogramma natijalari foizlari normada deyapsiz. To'g'ri, foizlar normada berishi mumkin. Ya'ni harakatchanligi normada bo'lib turib, lekin e'tibor bersangiz, bu yerda morfologiyasida ozgina o'zgarishlar bor. Ya'ni sizdagi varikotseli kasalligi aynan shu displaziyaning kelib chiqishiga asosiy sababchisi bo'lyapti. Spermogrammadagi spermatozoidlarning morfologiyasini buzyapti. Ya'ni sog'lom spermatozoidlar normaga nisbatan pastroq. Shu buni asosiy sababchisi. Endi nima qilsa bo'ladi, doktor? Bu holatda ya'ni standart bo'yicha jahon miqyosida o'tkaziladigan operativ usullar mavjud. Ya'ni marmar operatsiyasi bo'yicha subinguinal varikoselektomiya tashrixini amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Shunda Xudo xolisa natijalaringiz yaxshi bo'ladi.